Qachon domni uchastkaga almashtiraman deb niyat qilib yurgan okalarga shunaqa zo'r variant chiqyapti okalar. Sergeli tumani Qo'yliq massivi ro'parasiga mahalla kelganmiz. O'zbek mahalla mana ko'ringlar, O'zbek mana shunaqa faizli mahalladan yangi qurilgan 1,5 sotuv 4 xonali uchastkani domga obmen qilib deyapti. Oldimizda turgan mana shu uchastka yangi qurib bitkazilgan, $95,000 narx belgilashgan. Kota ko'cha yuziga taxminan shu 800-900 metr yurib chiqiladi. Kota ko'cha yuzidan metro o'tgan yaxshi lokatsiyada. Oldida mana yamalar joylashgan. Mana shu xonadonni domga obmen qilib yuborishgan okalar. Domga ham obmen qilib, qolganini bank orqali ish bersanglar ham bo'ladi yoki 100% bank orqali olsanglar ham bo'ladi. Xonadonni darvozaxonasiga bemalol mashina olib qo'yishingiz mumkin. Xohlasanglar uzunasiga, xohlasanglar yonma-yon ham sig'adi, ko'ringlar. 1,5 sotuv yer maydoniga qurilgan. Remontlariga pul ayalmagan. Yo'ligimizdan to'g'ri kirganimizda darvozaxonadan oshxona hovliga qilingan. Oshxonaning tagiga yerto'la qilib ketilgan. Buyuk kat yo'llari polnistiy yerto'lada joylashgan bo'ladi. Tushib boramiz. Bismillah. Kattagina rasmiyda ko'ryapsizlar, yaxshi kat yo'lda qo'yilgan. Qish paytlarida polni foydalansanglar bo'ladi. Hamma sharoitlari ideal darajada. Uy egalariga pul zarurligidan, mana pul zarur bo'lib qolsa, ruboy odam muhtoj bo'lib qolsa, to'g'ri kelgan variantga berib yuboradi. Hozir okam shunaqa sharoitda kelib, uy egalari shuning uchun ham srojniy mana shunaqa variant, qanaqa variant bo'lsa ham sotib yuboramiz deyaptilar. Bu tarafda отдельный mana oshxona. Xo'p. Asosiy binoimiz bu tarafda joylashgan mana. Ko'ringlar, ikki etaj qurilgan, mana shu darvozaxonaning ustiga ham bemalol uy qursa bo'ladi degan deyaptilar. Seysmopoyzlar quyilgan ekan. Ikkinchi etajga mo'ljallangan ekanlar. Endi bu yoq taraf shunday olib borganmiz deyaptilar. Kelajakda olgan odam bemalol ikkinchi etajni qurib olsa ham bo'ladi. Uyimizning birinchi qavati, koridor orqali kiramiz. Remontlariga pul ayalmagan, hammasi yaxshilantirib ishlatilgan xonadon. Kirishimizga chap qo'limizda birinchi xonani ko'ramiz. Xohlasanglar spalni, xohlasanglar mehmonxona qilishingiz mumkin. Bu tarafdan ikkinchi qavatga chiqiladi. Dal yuradigan bo'lsak, birinchi qavatda katta razmerda umumiy samozyol xona. Koridorimizning oxirisida bo'lsa, yana bitta xona joylashgan. Yotoqxona qilsanglar bo'ladi. Xohlaganingizdek foydalanaverasizlar, xudo xolisa. Ikkinchi qavatda lekin asobiy mana mehmonxona foydalanish uchun katta xonasi bor ekan. Bu tarafdan ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqishimizga bu tarafda ikkita xona joylashgan bo'ladi. O'ng qo'ldan boshlaymiz. O'ng qo'limizda birinchi xona, mana shu xonani ko'ringlar. Mana shu mehmonxona qilsanglar bo'ladi. Bir 20 ta, 15 ta mehmon turasizlar. Ko'rasizlar, atrofida yaxshi chiroyli xonadonlar. Mana shu darvozaxonaning ustini yuqorisi bo'ladi dizalar. Bu xonamizning ro'parasida katta razmerda ota-onalarga mo'ljallangan yotoqxonani ko'ramiz. O'zining ichida samozyol xonasi ham bor. Ular sharoitlari ideal holatda. Okalar. Ikki xonali domingiz bo'lsa, shundoq berib qolganini sheriz bank qo'rasizlarmi, ili u yog'ini o'zingizlar kelishasizlar, beradilar, qanaqa qilib berasizlar. Xohlasanglar общий bank orqali olsanglar ham bo'ladi. Narxi ya'ni kelishasiz, bu yog'ini savdolashib olasizlar. Salomat bo'linglar, mana shunaqa dom uchastka qilib olaman. Yaxshi niyat qilganlarga tarqatib yuboringlar. Kelishadigan joy